Okey, assalomu alaykum. Demak, bugun line graph grammatikasi bilan vocabulary'sini, ya'ni lug'atlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, line graphlar, ya'ni chiziqli grafalar hisoblanadi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni x va y o'qidagi o'sha ma'lum bir yillardagi birorta jarayonlarning o'sish tushishlarini ko'rsatadigan jadval hisoblanadi. Xo'p, misol uchun 1999-yildan 2003-yilgacha, ya'ni 4 yil, 5 yil davomida Xo'p, ya'ni misol uchun closing export degan, ya'ni hop kiyim eksportini ko'rsatib berar ekan. Mana bu joyda narxlarni ko'rsatib beryapti. Endi mana shuni task 1 da IELTS da siz yozishingiz kerak bo'ladi, ta'riflab. Ya'ni bunga hisobot yozishingiz kerak bo'ladi. Report deymiz buni. Task 1 da xuddi shu narsani yozasizlar. Endi mana shu line graph uchun alohida ta'riflash uchun lug'atlarimiz bor. Aynan shu line graph uchun. Boshqa task 1 turlarida, reportlarda unaqa nimalari bo'lmaydi. Alohida spesifik lug'atlar bo'lmaydi, lekin bunda bor. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu trendlar, ya'ni trends degani o'zgarishlar degani. O'zgarishlarni ta'riflaydigan quyidagi so'zlarimiz bor ekan. Birinchisi increase. Increase degani o'smoq, grow o'smoq, rise o'smoq, surge, soar, skyrocket, leap, peak at. Mana bu so'zlarimiz bo'lyapti. Hammasi o'smoq degani. Increase ham, grow ham, rise ham o'smoq. Surge degani keskin o'smoq. Soar degani juda ham balandga uchmoq degani. Skyrocket degani osmonga uchib ketmoq, harakat top degani. Leap degani sakramoq degani. Juda ham keskin sakrash ma'nosiga yetadi. By leaps and bounds degan bitta so'z ham bor. Misol uchun juda ham katta o'sdi degani. Misol uchun grow by leaps and bounds. Bounds. Mana shunda leaps degan so'z ham katta ma'noda ketadi. Okay, leaps degan demak sakramoq ma'nosi, keskin o'smoq, hamma shu ma'noda ketadi. Endi mana bu so'zlarimizda bu joyda ot shakli bor ekan. Biz bitta o'smoq degan so'zni ham ot shaklini ishlatishimiz mumkin, ham fe'l shaklini ishlatishimiz mumkin. Increase ot shakli an increase bo'lyapti. Grow deki growth bo'lyapti. Rise deki rise ko'rinishda bo'lyapti. Peak degani cho'qqisiga chiqmoq degani, eng baland nuqtasiga chiqmoq. Peak at bo'lyapti. Peak bo'lsa cho'qqi degan ma'noda ketyapti. Endi mana uni nimaga yashilga belgilab qo'yganman desa, yashilga belgilaganlarimiz ko'kda belgilaganlarimizdan ozgina farqli bo'ladi. Ya'ni ko'kda belgilab qo'ygan so'zlarimiz o'zi bilan birgalikda ravishlar keladi. Ya'ni ly bilan tugatilgan. Misol uchun keskin ko'tarildi, sekin ko'tarildi, tezlik bilan ko'tarildi misol uchun ozgina va hokazo. Lekin mana bu surge, soar, skyrocket, leap degan so'zlarimiz unaqa ravishlar bilan ishlatilmaydi. O'zi kuchli ma'nosi bo'lgani uchun, keskin o'sdi degan ma'nosi bo'lgani uchun bular ravishlar bilan ishlatilmas ekan. Mana bu demak o'sishni ifodalaydigan so'zlar hisoblanadi. Mana bu birinchi qismdagi jadvalimiz. Xo'p, mana bu bitta line graphimiz bo'lyapti. Ya'ni line graph ko'rsatadi Vyetnamliklarning o'rtacha aholisini Fransiyada o'qiyotgan, fransuz tilini o'qiyotgan, rus va Amerikada o'qiyotgan 2000 va 2015-yillar orasidagi o'sha Vyetnamlik talabalarning umumiy sonini ko'rsatyapti, o'rtacha sonini. Ya'ni talabalarning soni millionda, mana shu davlat soni hisoblanyapti. Endi bizda 3 xil grammatikamiz bor. 3 xil grammatika orqali mana shu o'sdi, tushdi degan so'zlarimizni ifodalashimiz mumkin. Hozir uchovini ko'rib chiqamiz, tepadagi mana o'smoq degan lug'atlar bilan. Birinchisi oddiy mana fe'l sifatida ishlatish. Birorta o'sadigan narsangizni nomini aytib turib, keyin o'sha o'sdi, tushdi degan so'zni qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi shu xolos. Misol uchun mana bu jadvalga qaraydigan bo'lsak. Hop, Amerikada o'qiydigan vyetnamlik talabalar soni nima bo'lyapti? 2000-yilda taxminan 1,5 millionda bo'lgan va 2015-yilga kelib necha millionga o'syapti? 5 millionga. Endi aytasizlar mana Vyetnamdagi talabalar soni increase deysizlar-da. Mana shunga 5 millionga o'sdi. Bo'ldi shu. Juda qiyin narsa emas. Mana number of Vietnamese students, Vyetnamlik talabalarning soni Amerikadagi o'sdi, increased, rose, grew. Endi from degani bor, from to degan dangacha. From to degani 1,5 milliondan 2000-yilda va 5 milliongacha o'sdi 2015-yilda. Ya'ni oddiy fe'lda o'zini o'sdi, tushdi deb ishlatib qo'ysak bo'ldi. Keyingisi number of Vietnamese students in the US increased, rose, grew by 3.5 million between 2000 and 2015. From to degani boshlangan nuqtasidan boshlab keyingi o'sgan nuqtasigacha oralig'ida bo'lyapti. Xo'p, mana 1,5 milliondan bungacha mana.
Agar boshlangan nuqtasi bilan oxirgi nuqtasi bo'ladigan bo'lsa, from to ishlatamiz. Agar mana uni orasidagi ayrilgan miqdori bo'ladigan bo'lsa, by ishlatamiz. Ya'ni misol uchun 5 bilan 1,5 orasida qancha bor? 3,5 million bor. Demak, 3,5 millionga o'sdi. Bitta nuqtadan ikkinchi nuqtaga emas, 3,5 milliontaga, ya'ni miqdor keladi by so'zidan keyin. Endi bu birinchi ko'rinish hisoblanadi. Subject plus verb keyin miqdor bo'ldi shu. Endi faqatgina ma'no so'zlarni bilsangiz bo'ldi. Vyetnamlik talabalar soni. Qayerdagi? Mana shu joydagi. Endi keyingisi there is bilan ot shaklida berish bo'lyapti. There is miqdori yoki foiz bo'lyapti. Increase grows in predlogga kelyapti mana. Manimcha miqdordagi o'sish bo'ldi nimalarning sonida. Misol uchun there was a 3.5 million growth in the number of Vietnamese students studying in the US from 2000 to 2015. 3,5 millionlik o'sish bo'ldi. Nimada o'sish bo'ldi? O'sish bo'ldi. Inda ketyapmizda. Aytaylik, Vietnamda o'qib turgan talabalarning sonida, Vietnamlik talabalar sonida o'sish bo'ldi. Bu birinchi ko'rinishimiz bo'ladi, ikkinchi ko'rinishimiz. There is bilan berilishi. Demak, ot shaklini there is bilan ishlatamiz ekan. There is, there are. Fe'l shaklini, fe'l miqdor. Yoki bo'lmasam, there was an increase of 2 million Vietnamese students who studied in France between 2010 and 2015. There was an increase of 2 million degani 2 million o'sish bo'ldi. Increase of 2 million Vietnamese students. 2 millionlik Vietnam talabalarida o'sish bo'ldi deyapti. Qaysiki Fransiyada o'qiydigan 2010 va 15 yil orasida. Hop. Bo'ldi mana shu. There was bilan yil keyin in deb turib nimada qaysi kategoriyada o'sgan. Mana bu joyda aytishimiz mumkin. Aytaylik there is misol uchun 2010-yildan boshlab qanchaga o'syapti? Vietnamliklar qanchaga o'syapti buni? 2 million taxminan. There was a 2 million increase in the number of students studying in Vietnam. Vietnamda o'qib turganlarda 2 million oshdi mana. Yoki bo'lmasa mana bunga solsak bo'ladi mana. Number of students in France, Vietnamese students in France increased by 2 million. 2 millions. 2 millionga o'sdi. Xo'p, keyingisi see, witness, show so'zlaridan foydalanamiz ekan. An increase of. Ya'ni see degani ko'rmoq, witness guvohi bo'lmoq, experience boshdan kechirmoq, show ko'rsatmoq. Ya'ni mana shuncha o'sishni boshdan kechirdi. Mana shuncha o'sishni guvohi bo'ldi degan ma'noda ketyapmiz. Ya'ni Vietnamlik talabalar soni qaysiki nima? Chet elda o'qishni tanlagan yo Rossiyada o'qishni tanlagan Vietnamlik talabalar soni saw an increase of over a half million. Saw an increase of over a half million degani yarim milliontadan oshiqqa ko'tariladi. Increase o'rniga saw an increase of C dan qo'yasizlar, increase qo'yasizlar. O'tirib bemalol kallan bir joyga qo'yib yozib ketsangiz bo'laveradi. Hech qanaqa qiyin emas. Yoki France witnessed. Hech qanday farqi yo'q. Xohlagan bittasi ishlasangiz bo'laveradi. France witnessed a 2 million increase in the number of Vietnamese students studying there from 2010 to 2015. Fransiya guvohi bo'ldi 2 millionlik o'sishni Vietnamlik talabalar sonida. Hop, u yerda o'qiyotgan 2010 va 2015 yil orasida. Studying there deb qo'yibman. Buni qayerda bo'lish kerak ekan bu? Fransiyadan. Fransiya guvohi bo'ldi 2 millionlik o'sishni Vietnamlik talabalar soni. Bo'ldi shu xolos. Uchoq grammatikamiz bor. Uchovini bir-biri bilan almashtirib nima qilib ishlatishingiz mumkin. Ikkitadan gap yozsangiz har bittasiga uje bemalol line graph tugaydi. Hop, bu o'sish uchun lug'atlar hisoblanyapti va pastimizda boshqa lug'atlarimiz bor ekan, ko'ramiz mana. Okay. Hop, yana o'sish bilan bog'liq bo'lgan mana peak degan so'zimiz bor mana. Number of annual hamburger consumption bu joyda fast foodlarning iste'molini ko'rsatyapti. Avstraliyalik o'smirlar soniga qarab. Misol uchun, bir yilda necha marta yegan shu fast foodni? Pizzani, fish and chips and hamburger. Pizza, fish and chips bu baliq va nima? Chipslar. Ya'ni bu Britaniyaning milliy taomi ekan. Va hamburgerlar. Xo'p, demak, yillik deyapti bitta per year degani har yil. Hop, number of annual hamburger consumption mana. Ya'ni soni. Mana bu joyda sonini berganda
yillik hamburger iste'mol soni, Avstraliya o'smirlar tomonidan iste'mol soni picked yoki leapt degani juda ham katta o'sdi. 100 ta unitga o'sdi yiliga 1995-yilda, ya'ni 95-yilda eng cho'qqisiga erishdi yoki bo'lmasam eng yuqori cho'qqisiga ko'tarildi degan ma'noda kelyapti mana. Picked degani savollar bormi? Hop. 100 taga ko'tarildi xolos. Maytda nechta ekan? Taxminan 10 ta ekan. Picked degani cho'qqisiga chiqdi deyapman. Ketdi mana. Yoki bo'lmasam mana bu pizzani iste'mol qilishi 95-yilda u ham cho'qqisiga chiqdi. Bu ham shu picked deb ketaverasizlar. Increased demasizlar, picked. O'sha sonni yozib qo'yasizlar. 100 units yiliga 100 ta unit bo'ldi. Ya'ni 100 ta eshitgan. 1995-yilda. Yoki picked degan so'z o'rniga reach the peak of ot shaklida ishlatyapmiz. Ya'ni cho'qqisiga erishmoq degani. Pizzalarning soni iste'mol qilingan Avstraliyada cho'qqisiga erishdi 80 ming 1995-yilda har bir yilga. 1900-yilda o'sha 95-yilda 80 ga nima qilib degan? Jichcha oshib ketgan 80 dan. Qaranglar mana. Aynan 80 demayapmiz-da, just over degani ozgina ko'p. Va bularni ham ko'ramiz just over sandirlarda. Va it remained stable by the conclusion of the period. Va u nima qildi? O'zgarmay qoldi. Remained stable degani o'zgarmay qoldi degan ma'noda ketyapti. By the conclusion of the period degani nimaning oxirigacha? Davrning oxirigacha o'zgarmay qoldi. Hop. Number of yearly hamburger consumption, yillik hamburger iste'molining soni reached its highest point degani yuqori nuqtasiga erishibdi mana. Faqat peaked demasdan reach its highest point degani yana ham yuqori cho'qqisiga erishdi. Ekoni bir xil mana. Hop, 1995-yilda 100 ta unitga erishibgan, eng yuqori cho'qqisiga. Hamburger dediga bitta hamburger. Pizzani aytibmiz, hamburger. Xuddi mana birinchi gapimizda, uchinchi gapimizda ma'nosi bir xil, faqat reached its highest point ham bir xil, reached the peak of ham bir xil, peaked ham bir xil. Mana shu 3 ta lug'atni ishlata olishimiz kerak. Bizga juda uchovini ham bilishimiz shart. Bittasini bilib olsangiz yetadi. Uchovini ham bilib olishimiz kerak, lekin vaziyatga qarab, masalan uchun mana yerda ot ishlatgan bo'lsa, bu yerda fair ishlatishimiz kerak. Peaked. Ba'zida increased ishlatgan bo'lsa, bu yerga reached the peak of, reached its highest point ishlatib ketishimiz kerak. Variativli bo'lish kerak, ya'ni turli tumanli bo'lish kerak. Mana bu so'zlarimiz hisoblanyapti. Endi skyrocket degani. Skyrocket qanaqa so'z? Skyrocket degani leapt ko'rdingiz qanaqa sakrashini? Leapt bunaqa bo'ldi. Skyrocket ham shunga o'xshagan mana. To'satdan chiqib ketmoqdikka. Ma'nosida ketyapti. Bunga ko'rishimiz mumkin mana. Birth rate haqida ketyapti. Quyidagi graf taqqoslaydi. Birth rates, ya'ni Xitoy va AQShdagi 1920 va 2000-yillar orasidagi tug'ilish darajasini suratini taqqoslaydi. Birth rate Chinadagi skyrocketed, ya'ni osmonga ko'tarilib ketdi. Reaching its highest point at 2 million in 1951. Reaching its highest point degani eng yuqori nuqtasiga erishib. Ya'ni 20 millionda eng yuqori nuqtasiga erishib 1950-yilda skyrocket rost ko'tarilib ketdi. Endi qaranglar. Mana bu joyda reaching degan so'zimiz bor, bu bayib ma'nosini beradi. Ya'ni erishib, buni ravishdosh deymiz. Ya'ni eng yuqori cho'qqisiga erishib, nima? Keskin ko'tarilib ketdi. Ham reached highest point so'zini ishlatyapmiz, ham skyrocket degan so'zni ishlatyapmiz. Xo'p. Bularni screenshot qilib bemalol yozib olishingiz mumkin. Faylni ham tashlab qo'yaman Telegram gruppaga. Vocabulary representing downward trajectory. Pastga tushadigan trayektoriyani namoyish qiladigan lug'atlar hisoblanyapti. Bu tomonda fe'llarimiz, bu tomonda otlarimiz. Ya'ni fe'llarimizni id qo'shimchasi qo'shish orqali gapda tuzib ketishingiz mumkin. Mana bu decrease, reduction, fall kabi so'zlarimizni biz there is bilan yoki bo'lmasam experienced, witnessed, saw kabi birikmalar bilan ishlatishimiz mumkin tepadagi o'rgangan grammatikamizga. Xo'p, endi decrease kamaymoq, reduce kamaymoq, fall qulamoq, ya'ni tushmoq, drop tushib ketmoq ham, decline kamaymoq, dip degan so'zimiz aslida biror narsaga botirmoq degan ma'nosi bor. Misol uchun, pechenyeni birorta piyoladagi suvga botirsangiz, mana shu dip bo'ladi. Yoki qaymoqqa biror narsani botirsangiz, nonni, o'shani dip deydi. Bu yerda ham tushish ma'nosida ketyapti.
Endi hammasini aytadigan bo'lsak, ot shakllari bor. A decrease, reduced ga a reduction bo'lar ekan, kamayish. Fall, kamayish, a drop, a decline, a dip. Plunge degan bilan plummet degan so'zlar keskin kamaymoq degan. Plunge. Hop, plunge ko'ramiz hozir. Qulamoq degan plunge. Samolyotni qulashga ishlatamizmi plunge degan so'zni? Hozir ko'rib beramiz. Plunge. Plunge degani keskin pastga sho'ng'imoq degani ekan. Keskin tushib ketmoq. Dengizga tushib ketdi degan misol beryapti bu yerda. Hop. Sake so'ziga qaranglar mana. Darajasiga e'tibor beringlar. Mana ikki qo'shib ketsak bo'laveradi plunge degan so'zimizda. Nima daraja sake? Sake degani bu nechiga to'g'ri keladi bu? 8,5 9 ga to'g'ri keladi. Bu sever darajadagi so'z ekan mana. Falling demand caused the share to plunge. Plunge dramatically mana keskin tushib ketdi. Dramatically degan so'z bilan ishlatyapmiz ekan. Bu yerda sever ekan. Bu yerda sever degani 8 dan 7 dan 8 gacha degani. 7 dan 8 gacha so'z bu. O'sha. Plummet degani ham xuddi shunaqa. Plummet. Plunge degan sho'ng'imoq ma'nosida ketyapti, qaranglar mana. Suzish havzasiga sho'ng'imoq degan ma'noda ketyapti mana. Sakrab, suzib ketish ma'nosida. Demak, shunaqa xuddi shunga o'xshab tushib ketish ma'nosida ketyapti. Plummet degan so'zni ko'ramiz hozir. Plummet. Keskin qulamoq mana. She plummeted to the ground. Yerga qulab tushdi mana. Several large rocks, bir necha katta toshlar jo'natildi, plummeting down the mountains, ya'ni tog'dan dumalatib ketdi xullas. Hop, mana houses prices, mana uylarning narxlari pastga tushib ketdi o'tgan nimalarda, oylar davomida. Yaqindagi oylar davomida. Bu ham tushib ketmoq ma'nosida ekan. Demak, buni ravish bilan ishlatmabmiz, ot shakli bo'lmayapti ekan. Hop. Endi mana bu hozir ko'rgan China bilan AQShdagi birth rate'lar, ya'ni tug'ilish darajasi bo'yicha line grafni hisoblanyapti. Tug'ilish darajalari nimada? Xitoyda decreased, reduced, declined from 20 million in 1950 to around 2 million in 2000. Xitoydagi tug'ilish darajalari kamayib ketyapti. Qayerda qoldi bu? Declined from 20 milliondan 1950-yilda taxminan 2 millionga qulayapti. Qaranglar, mana 50-yilda rosa cho'qqisiga chiqqan edi tug'ilish darajasi, ya'ni skyrocketed bo'ldi va bu reduced from 20 million 20 milliondan mana 85-yilgacha 2000-yilgacha 2 millionga tushib qolyapti. Ketdi o'sha mana. Reduced from to. Bunga ham from to ishlataveramiz. Mana u nuqtadan mana u nuqtaga tushdi. Agar buy bo'ladigan bo'lsa, mana shuni o'rtadan orasini ayirib tashlaymiz. Birth rates in China, Chinadagi tug'ilishlar dropped by 10 million between 35 and 40. 35 va 40-yillar orasida 10 millionga tushib ketdi mana. Buy bo'lsa nima ishlatamiz dedik? 15 bilan 5 orasida ayirib qo'yasizlar. Mana shu bilan buy kelyapti. Hop. There is a 10 million reduction in the number of babies born in the USA between 1940 and 1945 mana. There is bilan berilgan misolimiz mana. Nimani 10 millionlik kamayish bo'ldi? Nimada? Chaqaloqlarning sonida tug'ilgan o'sha AQShdagi 40 va 45 yillarda. Hop. Birth rates in China witnessed a decrease of. Mana. Tug'ilish darajalari Xitoydagi kamayishni boshdan kechirdi 10 millionlik 35 va 40 yillar orasida. Bir xil uchovi ham. Faqatgina 3 xil grammatikada berilyapti. Mana uni e'tibor beradigan bo'lsak. 3 xil grammatikada ketyapti. Okay. Keyingisi, birth rates in the US showed and experienced witnessed a reduction, a decrease, a decline, fall, dip from just under 50 million in 1950 to around 7 million in 2000. Ya'ni kamayishga uchradi deyapti. Bu ham xuddi shunaqa bir xil. Reduced o'rniga showed a reduction, showed a decrease from 15 milliondan 50-yilda 7 millionga 2000-yilda bo'lyapti mana. Qaniki 50-yilda. AQShda mana 50-yil bo'lyapti. Bu ham cho'qqisi. Taxminan 10 million 50 milliondan past.
15 milliondan mana J standard degani ozgina past 15 milliondan 7 millionga tushyapti 2000-yilda mana. Taxminan 7 millionga. Mana bu joydan boshlab bu joygacha. Xo'p. Bunga tushunarli. Number of births in China. Endi Xitoydagi nimalar soni? Tug'ilishlar soni plunged. Plunged degani keskin kalla tashlagan mana. Aytdik mana swimming poolga sho'ng'iymiz, kalla tashlaymiz dedik. Bu ham xuddi shunaqa qilyapti bu yerda. Keskin tushib ketyapti. Aytaylik reaching a low point of. Endi reaching a low point of degani eng past nuqtasiga erishib degani. Bizda antonimi bo'lyapti. Reach at its highest point yoki reach the high point of o'rniga antonim hisoblanyapti yoki bo'lmasam reach at its peak degan so'zimizda antonim hisoblanadi. Peak degani cho'qqisiga erishmoq degani, reach at a low point of degani o'shaning eng nimasiga erishmoq, pastki nuqtasiga tushmoq degani. Taxminan 1980 va 85-yillar orasida mana shu atrofiga tushgan degan gapni aytyapti. Xo'p, keyingisi big changes. Katta o'zgarishlar. Bu tushunarli, mana bu grammatikalardan ham o'tamiz. Keskin tushdi, nima qilib? Eng past nuqtasiga erishib tushib ketdi, pastga ketyapti. Big changes degani katta o'zgarishlar. Mana endi o'zgarishlarimizni ma'lum bir sifatlar bilan, ma'lum bir ravishlar bilan ifodalaymiz ekan. Xo'p, agar fe'llar bilan keladigan bo'lsa, mana aytadigan bo'lsak, ravishlar mana shu so'zlarni ishlatamiz. Agar ot bilan keladigan bo'lsa, sifatlardan foydalanamiz. Aytaylik, reduce ishlatadigan bo'lsak, reduce, drop, increase, decrease kabi so'zlar ishlatsak, ravishlar bilan ishlatamiz. Yoki bo'lmasam, a reduction, a decrease, an increase, a rise, a fall degan so'zlarimiz bo'lsa, oldidan sifat ko'rinishida keladi. Ya'ni significant degani salmoqli degani. Considerably ham salmoqli, substantial katta degan. Dramatic keskin, sharp keskin bu ham o'tkir, rapid degani ham bu ham kutilmagan keskin, abrupt degani ham juda ham keskin, qo'pol degani, shunaqa abrupt degan qo'rs degan ma'noda ketadi. Precipitous degani bu ham juda ham keskin ma'nosiga ketamiz. Precipitously. Precipitous degan so'z bor. Precipitous degani agar slope degani, hop, bu qoyani nimasi bo'ladi-yu, slope. Ne qoyani tashqariga turtib chiqqan joyini slope deymiz. O'sha ham juda ham keskin bo'ladi deyapti. Qiya degani, juda ham qiya degan ma'noda ketyapti. Precipitous mountain path. Juda ham qiya bo'lgan nima? Tog' yo'li. Yoki mana juda ham keskin va katta, tez va katta o'zgarishni, tushishni pastga precipitous deymiz ekan. 18 yil oy davomida over the past 18 months there has been a precipitous fall in the car sales. Mana qaranglar, 18 oy davomida juda ham keskin tushish bo'ldi mashina savdolarida. Xuddi shuni nimaga ishlatsak bo'lar ekan? Taskvonda lug'atlariga ishlatsak bo'ladi. Xo'p. Precipitously bo'lsa, juda ham keskin tushdi. Darajasini bermabdim bu yerda. Okay. Darajasini bermabdi. S1 S2 mi? Bermabdi bu yerda. Mana qaranglar mana. Precipitous decline, precipitous fall. Mana company has seen a precipitous decline in advertising revenue. Mana qaranglar mana. See a decline bo'lyapti-da mana. Witness a decline, experience a decline. Bu yerda mana Cambridge lug'atida ham xuddi shu birikmani beryapti. Nima xuddi shunaqa ishlatib chiqsak, bizga yaxshi baho qo'yish mumkin ekan ta'riflashda. Xo'p, advertising revenue degani reklama qilish foydasida keskin tushish bo'ldi kompaniyada deyapti. Kompaniya boshdan kechirdi, ya'ni guvohi bo'ldi. Precipitous decision bo'lsa, tezda qaror qilingan o'ylamasdan muammolarni, shunaqa qaror bo'lyapti bu yerda. Xo'p, bular ravishlar hisoblanyapti. Significantly, considerably, va hokazo. Dramatically keskin, mana sharply keskin, o'tkir degani, rapidly keskin, abruptly ham, precipitously ko'rdik hozir. Number of shops. Endi mana bu joyda bizda nimamiz bor ekan? Xo'p, number of shop closure and openings. Do'konlarning yopilishi va ochilishlari bor ekan 2011 va 2018-yil orasida. O'tin joy. Hop. Qaranglar. Number of shops opened in the country. Qaysinisi bu yerda tushyapti ekan mana. Endi bittasi faqat tushdi demasdan,
faqat tushdi demasdan keskin tushdi yoki ozgina tushdi degan lug'atlar ishlatib. Bu yerda faqat keskinlikni ifodalaydigan so'zlarimiz, ya'ni katta o'zgarishni ifodalaydigan so'zlarimiz. Bunga qaysilar kirib ketyapti mana? Do'konlarning soni davlatda ochilgan, decreased dramatically. Bu yerda do'konlar bilan yopilishi bilan ochilishi ekan mana. Ochilganlar qaysi bilan beryapti? Uzuq-uzuq chiziq bilan beryapti. Xo'p, mana ulari yopilishlar ekan. To'q chiziqda bergan. Keskin kamayish bo'ldi. Maytda ekan. Do'konlar soni davlatda ochilgan. Keskin tushib ketdi mana. 8500 dan 2011-yilda 8500 dan to mana from to ishlatyapmiz bu yerda ham. Alohida belgilab qo'yaylik buni. From to nechadan nechaga tushibdi? 4000 taga tushib qolibdi. Demak, 2 barobar kamayibdi mana. 2011-yildan nechinchigacha? Mana qaranglar, 8,5 ming atrofidan taxminan mana bu 4000 taga tushibdi mana. Dramatically ishlatmasangiz sizda ma'nosi to'liq bo'lmaydi. Chunki mono tushishi bilan, maytda mono tushishi bilan mono farqi bor-da. Shunchaki tushdi deb qo'ysangiz bo'lavermaydi. Keskin tushdi, mayga bor, slightly tushdi deysiz mana. Darajamiz maytda o'zgarmay qolib 2015-17-yilda 18-yilgacha ozgina tushdi misol uchun. Yoki there was a dramatic reduction in the shop openings between 2011 and yoki 2011 and 2012. Dramatic reduction degani mana shu. Reduce dramatically o'rniga 2011-12 yil orasida keskin tushish bo'ldi. Endi yopilish degan so'zimizga kelyapti mana. Do'kon yopilishlari soni increased precipitously mana. Keskin ko'tarildi mana, qaranglar mana. Taxminan 500 dan 5000 taga ko'tarilibdi, qaranglar mana. Taxminan 500 olamiz, qaranglar, 1000 orasida turibdi. 2016-yilda 10 barobar ko'tarilibdi. Xo'p, number of shops shop openinglar experienced yoki saw a significant increase by over 2000 between 2012-2014 mana. 2012 va 2014-yillar orasida keskin o'sishni boshdan kechirib ekan. 2000 tadan oshiqqa ko'tarilib ekan. 2012-2014-yillar orasida. Mana 2012-2014-yillar orasida mana katta o'zgarish bo'libdi. Ya'ni 2000 taga ko'tarilyapti. Ya'ni 50% ga ko'tarilyapti taxminan. Shops shut down in the US reduced abruptly. Shutdown degani yopilgan do'konlar AQShdagi keskin kamayib ketdi 2014-yildan 2015-yilgacha, reaching its lowest point at 500. Eng past 500 ta nimasiga miqdoriga yetib. Mana 14-yildan boshlab 15-yilgacha juda ham pasayib ketgan. Abruptly mana keskin darajada tushib ketgan. Eng cho'qqisiga eng past nuqtasiga yetib. Mana shularimizni ko'rib olamiz va bularni amaliyotga tatbiq qilish uchun shunaqa line graflarni analiz qilishlaring kerak, ko'rishlaring kerak. Qancha ko'zimiz ko'p bo'lsa, qancha qilib taqlid qilsak, shuncha yozishimiz imkoniyati oshiriladi. Xuddiki yosh bola birinchi gapirishni o'rganish uchun takrorlayveradi, ota-onasi gapirgan so'zni. Mana shunaqa qilib o'rgangandaqa, sizlar ham birinchi amaliyotni chiqarish uchun ko'p o'sha line graflarda misollarni o'qishingiz kerak. Va shunaqa grammatikalarga ishlatishingiz kerak. Alohida ajratib chiqishingiz kerak. Endi keyingi so'zlarimiz kichkina o'zgarishlarni ifodalaydigan so'zlarimiz hisoblanyapti. Ya'ni slight ozgina, steady turg'un, gradual asta-sekin degani, gentle mayin, marginal degani ozgina degani, qisqa degani. Endi mana shular o'zgaryapti. Slightly, steadily, gradually, gently, marginally. Endi buni mana ularni otlar bilan ishlatamiz. Decrease, reduction, increase, rise va hokazo. Bu yerda demak fe'l bilan ishlatamiz ekan. Xo'p, endi misol uchun ko'ramiz. Number of supermarkets decreases slightly. Supermarketlar soni ozgina kamaydi 2011-yil va 2012-yil orasida. There was a marginal increase in the number of shop openings from 2015 to 2017. Hop, ozgina o'zgarish bo'ldi. Shop openinglarida 2015-yildan 2017-yilgacha mana. 15 bilan 17-yilni ko'ramiz. 2015 va 17. Qaranglar mana. Shop openinglar mana beryapti ekan, hech qancha o'zgarish bo'lmayapti ekan. Taxminan 100 ta o'zgarganmi endi. Shuni mana.
There was a marginal increase in the number of shop openings. 2015 dan 17-yilgacha ozgina o'sish bo'ldi. There was an increase. Shop closures saw a slight reduction between 2013 to 2014. Shoplarning yopilishi ozgina kamayishni boshdan kechirdi, guvohi bo'ldi. 2013-14 orasida. Shoplarning yopilishi mana. 2000 necha dedik? 13 bilan 14 mana. Ozginami 500 taga kamayyapti. Xo'p. Mana shuni aytyapman. Mana shu lug'atlarimiz hisoblanadi. Line graphda umumiy ishlatiladigan IELTS tasdiqlangan line graphda ishlatiladigan lug'atlarimiz hisoblanadi. Xo'p, bunga bitta nima ko'rishimiz kerak? Misol ko'rib ketsak yaxshi bo'ladi. Line graph bo'yicha. Okay. Sal kamroqdan topaylik mana. Xo'p. Mana qaranglar. Bu yerda ham xuddi shu mana. Xo'p. Mana uni ko'raylik mana. Xo'p. Kattaroq qilamizmi? 25 yil davomida, hop, aytaylik mana beefning, ya'ni mol go'shtining va qo'zichoqning iste'moli fell dramatically to approximately 100 grams and 15 grams respectively. Go'sht va qo'zichoq go'shti va nimaning beef degani mol go'shti fell dramatically degani keskin kamaydi. To ni ishlatdi degan mana from deganidan to deganigacha. Endi bitta fromni ishlatmayapti, to ni ishlatyapti. Taxminan 100 gramga tushib qoldi mana. Va 55 gramga tushib qoldi, birinma-ketin. Bu yerda beef, qani ekan mol go'shti mana. 25 yil ichida mana shu maytdan boshlab mana kechatyapti. Mana o'si 100 gramga tushib qoldi. 25 dan 100 ga tushibdi va 55 ga tushib qoldi bu. Qaranglar mana. Fell dramatically degani keskin tushib ketdi. The consumption of fish also declined. Demak, baliqning iste'moli ham kamayibdi. But much less significant to just below. Endi bitta significantly ni ishlatyapti mana. Much less significantly degan unchalik ham katta emas. Taxminan 50 dan pastga tushgan gramdan degan ma'noni aytyapti. Yoki bo'lmasam 2004-yilgacha it soared to almost 250 grams per person per week mana. 2004-yilda u soared degani keskin ko'tarildi degani aytdi. Mana chekkinda aytyapti shekilli. 250 gramgacha ko'tarilib ekan haftasiga har bitta odamga. Har hafta 250 gram o'sha chekin go'sht yeyishgan ekan. O'sha odamlar shu joydagi. Mana qaranglar mana. Soared degan so'z. Bu bilan e'tibor beradigan bo'lsak, boshqa ravishda ishlatmayapti. Dramatically, steadily va hokazo. Yoki mana overall umumiy qilib aytganda graf ko'rsatyaptiki, qanday qilib consumption of chicken increased dramatically, keskin ko'tarilganligi haqida aytyapti. While popularity of these cheeses decreased over the period. Decrease, increase. Yana aytadigan bo'lsak, mana 3 xil grammatikani ko'rishimiz mumkin mana. Showed upward trend. Mana yoki bo'lmasam increased dramatically, fell nimasini ishlatyapmiz, fellni ham ishlatyapmiz. Hop, ravishni ham ishlatyapmiz. Endi zero ovoz bormi-kin bu yerda? Hop, bu yerda zero ovoz yo'q ekan. Xullas ikkovini ishlatib ketibdi. Vaziyatga qarab ishlatib ketishingiz mumkin siz ham. Hop. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin. 1901-yil va hozirgi kun orasida tug'ilish darajasi mana yuqoriroq deyapti o'lim darajasidan ko'ra. Xo'p, increased to a peak degani mana bundan ham ko'tarildi mana. 66 mingga ko'tarilibdi 61-yilda. Yoki bo'lmasam to decline slowly mana. Sekinlik bilan kamayyapti. By the end of the century, asrning oxirigacha increase steadily mana. Xo'p. Mana shu asosiy core lug'atlar hisoblanadi. Demak, keyingi darsimizda bundan tashqari yana lug'atlarimiz bor. Bularni alohida ko'rib chiqamiz.
Savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol berishlari mumkin. Yozma og'zakimi? Javob berishga harakat qilamiz.